Hammaga assalomu alaykum akalar. Yangi videoga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Islom. Bugun sizlar bilan kechki Novosibirskda kamgina sayr qilamiz. To'g'rirog'i men hozir ketyapman bir joyga. O'rtoq Malda ketyapman. Sizlarga kechqurun Novosibirsk qanaqa ko'rinishini ko'rsatgim keldi. Sizlar bilan ulashgim keldi. Hozirda men Studentskiy bilan metro Karl Marx o'rtasidaman. Xo'p. Mana hozirgi joy. Hozir odamlar oldidan chiqdim. Akaxonlar o'tiribdi, juda shinavanda akaxonlar bor. Toza gaplashib, mazada o'zimiz bolalar bilan gaplashib, xudo xolisa dadamlarni ko'rib, hozir endi o'rtog'im kvartirasiga ketyapman. Aytgancha kanalda yangilar obuna bo'lib, podpisatsiya yana adashib qoldim. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, uzr, adashib qolyapman. Xo'p, hozirda men metroga qarab ketyapman. Soat 10 gacha uspet qilsam, Zalsovskiygacha borgani. Novosibirskdan ko'radiganlar bo'lsa biladi. Kommentariyada yozib ketinglar o'z fikrlaringizni. Sizlarga shunaqa kontent yoqadimi, yoqmaydimi? Xudo xolasa davom etamiz kontent olishda. Bundan oldingi videoyim blokka tushib qoldi. Chunki men video qo'ygandim fonga. Video qo'ymasam bo'lar ekan. 7 ta prosmotr bo'lib qoldi. Blokka tiqib qo'ydi videoyimni. Shuning uchun yangi video olishga qaror qildim. Bugun Novosibirsk sizlarga kechqurun qanaqa ko'rinishini ko'rsataman. Ko'rganlar bo'lsa yozib qo'yinglar kommentariyani. Qayerda yashaysizlar, nima ish qilasizlar akalar? Xudo xolasa reklama uchun takliflaring bo'ladigan bo'lsa, biror bir yaxshi takliflaring bo'lsa, menga Telegramga yozsalaring, men sizlarga albatta javob yozaman. Xursand bo'lib qolaman, reklama bersalaring, birinchi reklama bo'lsa, orzuda. Men uchun bu hozir birinchi reklamani olish. Shunaqa gaplar akalar. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Hozir men sizlarga nima deylardi? Versal degan targov sentrni ko'rsataman. Ko'rinishini hozir baho berasizlar. Xo'p, ketdik bo'lmasa. Men hozir Karl Marx metrosini yaqinidaman. Yaqinda DNS bu hamma biladigan. Ko'rib turgan bo'lsalaring, bu Versal targov sentriga kelib qoldim o'zi. Bu yangi bino, hali ochilgan-ochilmaganini bilmayman. Yaqinda qurilgan. Hamma uyga ketyapti. Xo'p. Men hozir o'sha Versalga kirib, metroga tushib ketishim kerak. Manzara chiroyli, qishda yaxshi, musor yo'q ko'chalarda. Atak yozda, bahorda, xudo xolasa qorlar erishib boshlasa, hamma yoq ochiladi, yurish mazza qilib, bahal videoga olib ko'rsataman sizlarga. Xo'p, qorayib erishib boshlagan yo'llar hozir ho'l, rassaliga balch-bulch bo'ladigan paytda hozir bilmayman endi sizlar boshqalarning shevasida qanday bo'ladi. Bizda unchalik suv bosgan payti balch-bulch deyiladi-da. Mana o'zi suvlar, ko'lmaylar paydo bo'lgan. Peshixoddan o'tib oldim, hozir Versal yonida ketyapman. Hozir men sizlarga Versalga kirib, polni Versalni ko'rsataman. Targov sentri. Hali ham o'rgana olganim yo'q odamlar qarashiga, chunki Novosibirskda blogerlar kam, odamlarning ko'zi o'rganmagan. Moskvada yurganimda har bir 2 qadamda odamlarda blogerlar bor edi. Odamlar chiqib ketyapti. Yomon qaraydi-da, odamlar bor-ku. Qaqachi. Xo'p, akalar, Versalga kirib oldim men. Hozir men sizlarga targov sentri ichini ko'rsataman. Qanday ko'rishini Versalni. Bu Karl Marxda bitta targov sentrlardan bittasi, katta targov sentrlardan. Har xil magazinlar bor. Xo'p, bu yerda sushi make butun bir Rossiyada bo'lsa kerak menimcha. Bu yerda taqinchoqlar sotadigan do'kon. Adashib qolyapman uzr akalar. Xo'p, Versal juda ham yorug' aytgancha, hozir men sizlarga ko'rsataman. Xo'p, Versalni ko'rinishi kechki payt hozir odam kam. Aslida kunduzi odam gavjum bo'ladi. Hello. Mayli, magazinlar hozir bepul reklama qilaveray. Kitayskiy produkti bor ekan bu yerda. Juda ham magazinlar ko'p. Kesalaring ko'rasizlar agar. Novosibirskda ko'p odamlar mumkin, ko'p odamlar biladi Versalni. Xo'p, metro qaysi tarafda edi? Topib olay. Novosibirskda odam qo'rqib yuradi, chunki videoga o'rganmagan deyapman odamlar. Yomon gapirib qo'yishi mumkin. Nimaga videoga olyapsan bizni? Nima qilyapsan? Xo'p, Sunlight yaqinda podarka olgandim bu yerdan. Bu kuni yaqinda videoga oladiganimda hamma menga gapirib, nimaga video olyapsan deb
juda ham ko'p turib tushuntirdim men ularga. Men yangi blogerman. Shunday video olaman Novosibirsk haqida. Sizlarni o'daqib tashlayman yoki betlaringga haligi qo'yib qo'yaman. Yopib qo'yaman betlaring videoda ko'rinmaysizlar desam, baribir tushunmadi. Oxiri biror yomon narsa bilan tugamasligi uchun udalit qilishga to'g'ri keldi videoni. Udalit qilib boshqatdan video olishga to'g'ri keldi. Keyin shu bilan videoni olmadim oxirigacha. Okey, Novosibirskda juda ham ko'p odam Marksda ayniqsa, chunki oxirgi stansiya bo'lgani uchun. Hoppa. Akaxon qayergadir shoshyapti. Metrodan juda ham ko'p odam chiqyapti, bor Marksda. Xo'p. O'chirib turay videoni, hozir kirib olay. Bu Karl Marks metrosi akalar, ichkaridan qanday ko'rinishi? Dug'lanib ham qolyapman. Xo'p, Karl Marks xuni ham deya olmayman, chiroyli ham deya olmayman. O'ziga yarasha vibe bor. Xo'p, reklamli televizorlar yangi qo'yilgan, yaqinda qo'yilgan narsa bilan ko'p bo'lgan, yo 1,5 oydan o'tdi shekilli, yo 2 oy bo'lib qoldimi? Xo'p. Men xuddi shu tarafdan tushib keldim hozir. Aytgancha Karl Marksda o'zimiz odamlar juda ham ko'p. Biladi hamma bu narsani. O'zimiz o'zbek, tojik, qirg'iz, O'rta Osiyodan kelgan musofirlar juda ham ko'p. Karl Marksdan men ko'radigan bo'lsalaring, yozinglar, xudo xolasa javob beraman hamma kommentariyalaringga. Bo'lmasa hozir meni metroyim keldi, metroga minib keyinsiga video olishni davom ettiramiz, xudo xolasa agar iloji bo'lsa. Yangi ko'radiganlar menga yana bir marta obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xursand bo'lib qolaman. Hammaga rahmat. Men bo'lmasa metroga ketdim. Metro keldi, xudo xolasa. Men bo'lsak endi minish qoldi xolos. Odam kam ketishga. Aslida odam ko'p bo'lish kerak metroda. Opa. Oynamda banner bor ekan, bolachan rasmi. Xo'p. Reklamli bannerlar rosa ko'p metroda. Podvig va imя жизни. Zalsovskiy metrosiga kelib oldim. Endi kvartiraga qarab ketamiz. Xudo xolasa eson-omon kvartiraga yeta olamiz degan umiddaman. Odam o'tiribdi hali metro kutib. Mana shu kvartiraga ketaman. Xudo xolasa bu Zalsovskiy metrosi. Har doim ko'rsatganman va yana ko'rsataman. Zalsovskiyda ham o'zimizning musofirlar ko'p bo'ladi, ko'p uchrataman. Akalarni, opalarni, xolalar hamma bor. Shunaqa gaplar akalar. Zalsovskiy metrosi. Zalsovskiy metrosi nimaga qurilgan, nima nomiga qurilgani esimdan chiqib qoldi hozir. Bilardim lekin. Hozir noto'g'ri ma'lumot berib qo'ymaysizlar, shu narsa haqida gapirib bermoqchi emasman. Hali yaxshi ma'lumotni o'qib, keyin sizlarga Zalsovskiy metrosi haqida ma'lumot aytaman. Buni отдельно video qilamiz, xudo xolasa. Zalsovskiy metrosida ham 4 ta vixit bor. 4 ta vixitdan hozir men 4-vixitdan chiqibman ekan. Men chesta ko'rinishi bo'yicha metrodan chiqib yo'limni topib ketaman har doim. Zalsovskiyni sizlarga ko'p ko'rsatganman. Faqat kunduzi ko'rsatganman sizlarga. Hozir men sizlarga Zalsovskiyni, Ploshid Kalininani kechqurun ko'rinishini ko'rsataman sizlarga. Kechqurun qanaqa ko'rinishda bo'lishini. Hop, orqamda avtobuslar kutib yurib turibdi. Odamlar kutib turibdi. Hozir men sizlarga kechki vidni ko'rsataman, kechki ko'rinishini. Bu Zalsovskiyda metrosidan chiqishi 4-vixit. Vixit или vxod farqi yo'q. Kirish chiqish deyapman hozir. Xo'p, Bag'da magazinlar joylashgan. Bitta ostanovka 28 ketyapti avtobus. Hozir sentralniy krugda, Novosibirskdagi sentralniy krugda turadigan haykal desak ham bo'ladi, qanaqadir noodatiy haykal. Odamlar metroga ketyapti, kimdir avtobusga ketyapti. Bu yoqda 3-vixit joylashgan. Xo'p, Alfa Bank. Xuddi shunaqa ko'rinishda Zalsovskiy, Ploshid Kalinina deyiladi. Kalinina maydoni o'zbekchasiga. Mashinalar ketyapti. Aslida hamma shahar ham kechqurun chiroyli ko'rinadi. Kechqurun chiroyli ko'rinadi. Kalinina maydoni ham kechqurun, kunduzi ham chiroyli ko'rinadi, chunki kunduzi oftob chiqadi. Aytgancha, mana bu zdaniya kitob
shaklida qurilgan zdaniya. Kitob shaklida. Fokusirovka bo'lmayapti hozir, uzr. Wow, asosiy kameraga o'tdi. Kitob shaklida qurilgan zdaniya yaqinda ochilgandi, fasadi remont qilingan. Yaqinda ham торговый sentr joylashgan. Katta mas'ul bo'ladi. O'rtacha торговый sentr. Men bo'lmasa avtobusga minaman, hozir shu bilan kvartiraga yetib olishim kerak akalar. Borib diplom ishini yozishim kerak. Xudo xolisa omad tilab turinglar va duo qilib turinglar. Diplomimni yaxshi tugatib olay. NGTUda o'qiyman, aytmaganman, 4-kursni bitiryapman hozir. NGTUda programmist bo'lib o'qiyman. Xudo xolisa agar kimga programmistlar kerak bo'lsa, bemalol ishga chaqirishlari mumkin. Ish qidiryapman programmistlik bo'yicha, shuning uchun sekin biz ham davom etamiz. Bo'lmasa avtobusga chiqib qolay akalar. Kesga video olishga to'xtataman. Manzilga ham pastga kelib qoldim. Yo'lda olishga qaror qildim va hozir men Dunayevskiy degan mahalladaman. Kim biladiganlar bo'lishi mumkin. Eng zo'r faktlardan bittasini aytib ketaman sizlarga. Hozir juda ham zo'r misol, juda ham qiziq ma'lumot sizlar uchun. Bu 90-yilda qurilgan uylarning namunasi. Kim ko'rgan bo'lsa, mana 90-yilda xuddi shunaqa stilda uy qurilgan. Shunday uni to'g'rayda zamonaviy uylardan bittasi uni to'g'rayda turibdi. Qarang, 90-yil bilan 2000-yilni yaqqol misoli qanaqa farq qilinadi. Har safar kirganimda, ko'rganimda, o'sha joydan o'tganimda juda ham shunaqa ko'p savol o'tadi miyamdan. Qanaqa darajada odamlar rivojlanib ketgan o'sha. Oldin faqat 2 qavatli uy bo'lgan. Hozir endi 15-16. Bu eng past uy, hozir 15-16. Hozir endi 1000-2000 qavatli uylar qurilgan. 90-yil yoki u даже 50-yil, 40-yillarda qurilgan uylar ham bo'lishi mumkin. Bu degani pashti 100 yil bo'lgan uylar aka. Har doim shu uylarni yonidan o'tganimda o'zimga o'zim savol beraman, qanaqa darajada odamlar rivojlanib ketdi. Odamzod hayotida ko'p narsa bo'lar ekan va rivojlanishdan to'xtamayapmiz. Eng muhimi hozircha xudo xolisa kontentni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring akalar, rahmat. Men yana video olishga harakat qilaman. Videoyim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi akalar. Mehnatimni qo'llab qo'ysalaring, xursand bo'lib qolaman. Kanalga obuna bo'lib, kommentariy yozib, agar shu joylarni biladigan insonlar bo'lsa, like bosib, yozib ketinglar kommentariyaga. Men o'sha kvartiraga kelib qoldim. Hozir o'rtog'imga telefon qilsam chiqib, eshik ochib meni kutib olish kerak. Juda ham shinam joy. Xudo xolisa nasib qilsa shunaqa joylardan kvartira olishga orzu bor, niyat bor. Kechqurun qanaqa ko'rinadi? Manzarani qaranglar, chiroyliligini. Xuddi mana shu podyezdda joylashgan o'rtog'im kvartirasi. Xo'p, akalar, videoni tugatamiz bo'lmasa chetda. Bolachalar o'ynaydigan joy. Biz ham kiradigan joy bu yoqda. Shu qarab ketamiz. Xo'p. Kelib qoldim. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, past-pastda bo'lib obuna bo'lib ketinglar. Yana obuna bo'lib ketinglar debman. Like bosib ketinglar. Заходите. Пожалуйста. Так, еще раз. Оказывается, он ключ bor ekan. Zinadan chiqamiz, 3-qavatda turadi o'rtog'im. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib ketishlaringdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Islom bo'ldi. Sizlar men bilan birga kanaldasizlar. Bizni oldinda juda ham ko'p qiziq narsalar kutib turibdi.